Bugun sizlar bilan birinchi Hokage va shinobilar ma'budi va eng kuchli shinobi deb atalgan odam haqida gaplashamiz. Ya'ni Hashirama Senju haqida. Hashirama Senju qanchalik kuchli? Madara Hashiramadan kuchlimi yoki kuchsizmi? Va Hashiramaning hayoti. Shu mavzularda gaplashamiz. Qani videoni cho'zib o'tirmaylik, bittagina like bosib qo'ying va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Qani videoni boshlaymiz. Hashirama Senjuni ko'pchilik birinchi Hokage yoki shinobilar ma'budi sifatida taniydi. Va shu paytda savol tug'ilishi mumkin. Hashirama Senju bu nomlarni olish uchun qanday harakatlar qilgan va Hashirama Senjuning qilgan ishlari o'zi nima? Xo'sh, keling, Hashirama qayerda tug'ilgani haqida boshlaylik. Hashirama Senju o'zi aslida Konohagakure, ya'ni hozirgi Bark qishlog'ida tug'ilgan, chunki u yerlar Senju klaniga tegishli bo'lgan. Hashirama Senjuning oilasi haqida gaplashsak, Hashiramaning otasi Batsuma Senju, ya'ni Senju klanining rahbari bo'lgan. Va Hashiramaning onasiga kelsak, u haqida hech qanday ma'lumotlar animeda ko'rsatilmagan. Va Hashirama Senjuning 3 ta ukasi bo'lgan: Tobirama Senju, Itama Senju va Kawarama Senju. Ammo urushlarda Itama va Kawarama o'lib ketgan va bittagina Tobirama tirik qolgan. Va Hashirama keyinchalik Madara ismli bolakay bilan ko'rishib qoladi va ular do'stlashishadi. Lekin ular bir-birlarining klanlari haqida hech qanday ma'lumotni bir-birlariga aytishmagan edi. Shuning uchun ham ular ancha vaqt do'st bo'lib yurishgan edi. Hashirama Senjuga urushlar umuman yoqmas edi, chunki o'sha paytlarda urushlarga yosh bolalar ham jo'natilar edi va o'sha urush sababli Hashirama ikkita ukasini yo'qotgan. Shuning uchun u tog' ustiga Madara bilan o'tirib olib, kelajakda mana shu yerda zo'r qishloq quramiz deb bir-biriga aytar edi. Ammo bir kuni Hashirama va Madara bir-birlariga o'zlarining klanlarining nomini aytishdi va o'sha vaqtda Madara va Hashiramaning oila a'zolari kelib jangga qo'shilishdi. Va shundan keyin Hashirama va Madara o'rtasidagi do'stlikka nuqta qo'yildi va ular shundan keyin dushmanga aylanishdi. Undan keyin Madara va Hashirama ko'p yo'llari to'qnash keldi va bir-birlari o'rtasida juda ham ko'p janglar bo'lib o'tdi. Va o'sha paytlarda Senju klanining boshlig'i Hashirama bo'ldi va Uchihaniki esa Madara bo'ldi. Hashirama Madarani o'z raqibi va do'sti sifatida juda ham hurmat qilardi, ammo baribir ham ular dushman edi. Lekin Hashirama juda ham ko'p qurbonlar bo'lgan sababli Madaraga do'stlik taklifini bildiradi va urushlarni to'xtatishni so'raydi. Ammo o'shanda ham Madara bu taklifni rad etadi va yana Uchiha va Senju o'rtasida urushlar boshlanadi. Ammo oxirgi jangda Uchiha klani taslim bo'ladi va urushlarni to'xtatishga majbur bo'ladi. Ammo Madara shu vaqtda o'z susanosini faollashtirib, Hashiramaga qarshi chiqadi va yengiladi. O'sha vaqtda Tobirama Madarani o'ldirmoqchi bo'lganda, Hashirama unga to'xtatishni so'raydi. Va o'sha paytda Hashirama Madarani o'ldirgandan ko'ra meni o'ldiringlar va bu urushni to'xtatinglar, iltimos deydi. Ammo Madara o'sha vaqtda Hashirama o'z joniga qasd qilishiga qo'ymaydi va ikki klan o'rtasida tinchlik sulhi tuziladi. Va shu bilan ular tinch mamlakat qurishadi. Va unga nom berish vaqtida Hashirama Madaradan so'raydi, unga qanday nom qo'yamiz deb. Madara esa o'sha vaqtda yashirin Bark qishlog'i deb unga nom beradi. Va Hashirama barcha klanlarni birlashtirgan holatda 5 ta davlat tuzadi. Va keyinchalik Hashirama Senju Konoha, ya'ni yashirin Bark qishlog'ining birinchi Hokagesiga aylanadi. Ammo Hashiramaning Hokage bo'lgandan qo'rqqan Madara Uchiha tosh yodgorligidagi yolg'on yozilgan ma'lumotlarni o'qiydi. Madara o'shanda yer yuzini faqatgina bitta odam boshqargandagina tinchlik bo'ladi deydi. Yo'qsa yana klanlar yoki davlatlar o'rtasidagi urushlar bo'lishi mumkin. Ammo Hashirama bunga rozi bo'lmaydi va shundan keyin Madara qishloqdan ketib qoladi. Va keyin yana Madara qaytib keladi Konohani bosib olish uchun. O'shanda Madara 9 dumlini ham o'ziga bo'ysundirib kelgan edi. Ammo Hashiramaning texnikalariga qarshi 9 dumli ham hech narsa qila olmasdi.
Chunki Hashiramada yer va suv uslubining eng kuchli birlashtirilgan texnikasi, ya'ni daraxt uslubi bor edi. Aynan o'sha vaqtda Madarada 9 dumli tulki va boqiy mangoku shalingan va Susano bor edi. Ammo shuncha narsaga qaramay, Hashirama o'zining daraxt uslubi bilan Madarani yengadi. Keyinchalik Hashirama dumli hayvonlarni kuchini yomon deb o'ylab, ularning barchasini har xil davlatlarga tarqatib yuboradi va 9 dumlini Konohada qoldiradi. Ya'ni o'z rafiqasi Mituga uni muhrlaydi. Va keyinchalik Hashirama Shinobi maktabini tashkil etadi va unda har bir 3 ta bolaga bitta ustoz rahbarlik qilardi. Va keyinchalik Madara aytganidek kichkina janglar yo'qolib, katta davlatlar o'rtasida juda ham katta bo'lgan janglar olib boriladi. Endi klanlar urushmaydi, faqatgina davlatlar urushadi. Va o'sha janglarning birida Hashirama Senju ham vafot etadi. Lekin aynan kim tomonidan o'ldirilganligi haqida rasmiy ma'lumot animeda aytilmagan. Lekin ko'plarning aytishi bo'yicha Kakuzo Hashiramani o'ldirgan. Va albatta Hashirama o'lishidan oldin qancha bolasi borligi aytilmagan, ammo Tsunade Hashiramaning nabirasi bo'lganini hisobga olsak, u bitta bo'lsa ham bolali bo'la olgan. Va keyinchalik Hashirama Orochimaru tomonidan Edo Tensei texnikasi orqali qayta tiriltiriladi. Va u o'z shogirdi bo'lmish Hiruzenga qarshi kurashishga majbur bo'ladi. Edo Tensei texnikasi haqida tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu texnikani Tabirama Senju yaratgan. Va mening o'ylashim bo'yicha keyinchalik bu texnikani yaratgani uchun o'zi ham afsuslangan. Va yana bitta savol tug'iladi. O'shanda nima uchun Hashirama Orochimaruning buyruqlarini bajargan? Chunki Hashiramaga muhr qo'yilgan edi. Agarda qayta tiriltirilgan odamga muhr qo'yilsa, u o'z chaqirgan odamiga bo'ysunishga majburdir. Ammo o'sha jangda Hiruzen Hashirama va Tabiramani qaytadan o'lim mabudi Shinigami texnikasi orqali yana muhrlab qo'ya oladi. Va shundan keyin Hashiramani biz yana ancha qismlar ko'rmaymiz. Hashiramaning ikkinchi marotaba tiriltirilishi. Bu safar Hashirama o'z tanasida emas, ya'ni oq zetsu tanasida qayta tiriltiriladi. Bu yerda Hashirama Hiruzenning o'lganini ko'radi va 4-Hokage bilan ham tanishib oladi. Va u qolganlardan 5-Hokage kimligini so'raganida nabirasi Tsunade ekanligini bilib sal tushkunlikka tushadi, chunki uning nevarasi bu g'irt qimorboz edi. Aslida Hashiramaning ikkinchi marta tiriltirilishidan sabab bu Uchiha klanining qirib yuborilgandan keyin yagona tirik qolgan a'zosi Sasuke uchun edi. Sasuke Hashiramaga aytadi: "Bu qishloqning nimasi borki, odamlar bu uchun o'z jonini qurbon qilish kerak. Agarda yaxshi sabab topib bera olmasangiz, bu qishloqni yo'q qilaman" deydi. Va Tobirama o'shanda o'z jutsusini ishga soladi, ammo Hashirama unga to'xtatishini aytadi. Va keyinchalik Hashirama o'tirib olib, tarixda nima bo'lganlari haqida Sasuke'ga aytib beradi. Va asosan Hashiramaning aytgan gaplari bu Madara bilan bo'lgan jangi haqida edi. Sasuke Uchiha klanining o'tmishda qilgan ayblarini eshitib, qishloqqa qarshi chiqmaslikka harakat qiladi va u Konohaga yordam beradi. Keyinchalik Hashirama va qolgan Hokagelar tashqariga chiqib Konohaning gullab yashnayotganini ko'rib xursand bo'lishadi. Va aynan o'sha vaqtda Uchiha Madara ham Edo Tensei texnikasi orqali qayta tiriltirilgan edi. Va barcha Kagelar u yerga yetib borishadi. O'shanda Hashiramaning kelganini bilgan Madara Hashiramaning oldiga boradi va unga salomlarni aytadi. O'shanda Hashiramaning jahli chiqib, "Sen jim o'tir, sen keyingi o'rindasan" deb 10 dumliga qarshi chiqishni boshlaydi. Hashirama birdaniga o'z texnikalarini ishlatib 10 dumlini muhrlashga harakat qiladi. Va aynan o'sha paytda Madara vaziyatdan foydalangan holatda Obitoni 10 dumlining Jinchurikisiga aylantiradi. Hashirama Madarani to'xtatishga ulgurmay qoladi va 10 dumlining Jinchurikisiga aylangan Obito barcha Edo Tensei orqali tiriltirilgan Hokagelarni yo'q qilishni boshlaydi. Ular juda ham ko'p Obitoga qarshi chiqishga urinishadi, lekin bu urinishlarning barchasi samarasiz bo'lib chiqadi. Animeda aytilgandek, dumli hayvonlar o'zi juda ham kuchli, ammo ularni Jinchuriki boshqarganda ular vobshim kuchli bo'lib ketadi. O'shandan so'ng Madara va Hashirama o'rtasida ham yana qayta jang boshlanadi. Madara o'z tanasida qayta tiriltirilgan va Hashirama tana hujayralarini tanasiga o'tkazib Rinneganni uyg'otgan. Ammo Hashirama oq zetsu tanasida qayta tiriltirilgan va o'zining prime davridagi kuchi hozir Hashiramada yo'q. Bunday olib qaraganda Hashiramaning prime davridagi kuchdan ko'ra bu vaqtda 10 dan biri ham yo'q. Shuning uchun Madara Hashirama va qolgan barcha shinobilarni osonlik bilan yengadi va Hashiramaning
qolgan kuchini ham so'rib oladi. Va aynan o'shanda Hashirama bu jangdan chiqadi. Keyinchalik aldangan Madaraning tanasiga Kaguya Otsutsuki o'tib oladi va Madaraning tanasida qayta tirilgan Kaguya butun dunyoni Boqiy Tsukuyomiga solib qo'yadi. Va 7-jamoa Kaguya Otsutsuki'ni yenggandan keyin Madara shuncha qilgan harakatlari voya ketganini tushunib yetadi. Va o'lishidan oldin eng yaqin do'sti bo'lgan Hashirama bilan gaplashib oladi. Madara o'shanda aytadiki, men dunyoga shunchaki tinchlik olib kelmoqchi edim, ammo bularning barchasi sarob ekan. Men yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib shuncha odamlarni o'ldirib yubordim deydi. Ammo Hashirama unga taskinlik berib, sening niyating yaxshi edi deydi va Madara shu bilan o'ladi. Va Hashiramaning ham ruhi o'z tanasini tark etadi. Va shunday qilib ikki buyuk shinobining ishi yopiladi. Endi esa boshida aytganimizdek, Hashirama Senjuning qanchalik kuchli ekanligini haqida gaplashamiz. Hashirama Senjuning asosiy jutsusi bu daraxt jutsusi bo'lib, bu jutsu yer va suv kombinatsiyasi orqali paydo bo'ladi. Daraxt jutsusi bu oddiy bo'lmagan va xavfli jutsulardan biri hisoblanadi. U bilan hattoki dumli hayvonlarni ham osongina kuchini bostirish mumkin. Va Hashiramada ham Sage mod ko'rinishi bor. Bu ko'rinish insonga juda ham katta kuch va tabiat bilan birlashib ketish imkoniyatini beradi. Va shu bilan birga Hashiramaning eng kuchli texnikasi bo'lgan ming qo'lli Budda. Bu uning eng kuchli texnikalaridan biri va bemalol o'ndumliga qarshi chiqqanda ham o'ndumlikni ham yenga olish imkoniyatini berardi. Hashirama o'sha jangda o'z jutsusi orqali shunchalik katta haykal yaratgan ediki, u hattoki 9 dumlini oddiy mushukcha kabi o'z qo'lida ushlay olardi. Va bitta gap bilan aytganda, tiriklik vaqtida Hashirama Madaradan kuchli bo'lgan va uni o'ldira olgan. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. To'g'ri, meni Hashiramani fanati demanglar, ammo Hashirama bo'lmaganda Madara baribir bu darajaga yetishmagan bo'lar edi. Hashirama o'zining tabiiy kuchi bilan albatta kuchli. Lekin Madara ham kuchli. U o'ndumlining Jinchurikisi bo'lganda kuchli Hashiramadan. Chunki o'ndumlining Jinchurikisiga aylangan Madarada 6 yo'l donishmandining ham kuchlari paydo bo'lgan edi. Shuning uchun ham o'ndumli ko'rinishda Madara Hashiramaning tiriklik paytidan ham ko'ra kuchliroq. Ammo o'ndumli bo'lmasa, Madara umuman Hashiramani yenga olmaydi. Shuni bilib qo'yinglar. Va endi ham videomiz tugadi. Like va obunani bosib qo'yinglar. Keyingi videomiz qaysi personaj haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar.